14 bor operatsiya jarayonini amaliyotda boshdan kechirgan. Tizza bo'g'imda maksimal harakat saqlangan. Bemorimiz kechadan bizga statsionar lecheniya, reabilitatsiya muolajalar olish maqsadida murojaat qilib keldi. Diagnozlari tug'ma artrogripoz kasalligi. Bir necha bor operativ muolajalardan olgandan keyingi holat. Hozir aktiv hayotda, bank sistemasida ishlayapti, aqliy tomondan faoliyati yaxshi. Artrogripozdan keyingi ikki tomonlama maymoqlik bemorimizda surishtirganimizda 14 bor operatsiya jarayoni amaliyotda sog'lomlashish amaliyotini boshidan kechirgan. Hozirgi holati, ayollarda holatiga e'tibor beramiz. Ayollarda holatiga e'tibor bersak, o'ng oyoq nisbatan chapga nisbatan 12 sm kalta. 12 sm kalta, o'shani hisobiga jicha bemorda yurishda noqulaylik bor. Yana bitta e'tibor qiladigan narsamiz bo'g'imlardagi kontraktura. Bo'g'imlarda kontraktura. O'ng oyoqda mana bo'g'imda, boldir oshiq bo'g'imda harakat pashti cheklangan. Nisbatan muskullarda atrofiya, terida operatsiyadan keyingi chandiqlar ko'zga tashlanyapti, mana ko'ryapmiz. Endi imkon darajasida bemorda kelajakda bo'ladigan asoratlarni, noqulayliklarni oldini olish maqsadida doimiy fiziolecheniya bilan shug'ullanish kerak, ortopedik rejim mashqlarni qilish kerak, aktivlashib turish kerak. Mana chap oyoqdagi holat mana. Nisbatan boldir oshiq bo'g'imida harakatlar bor, sezish yaxshi. Bu yerda endi artrogripozda asosiy proses bo'g'im pay sistemi ham, suvay bo'g'im sistemasida ham yumshoq to'qimalarda etapli tiklanish operatsiyalari amalga oshirilgan. Ko'ryapmiz mana, bunda tizza bo'g'imda maksimal harakat saqlangan. Chap oyoqda. Asosiy boldir oshiq bo'g'imidagi to'qimalarda bo'g'imdagi proses. Nisbatan bu oyoqda atrofiya bor. Barmoqlarda ayda mana e'tibor beramiz, qadoqlar hosil bo'lgan, nagruzkasi ko'p joylarda qadoqlar hosil bo'lib qo'ygan. Asosiy bu yerda bemorga yordam beradigan holat asosiy fizioterapiya. Muskullarni shakllantiramiz, tortib qolgan paylarni bo'shatamiz. Magnit, elektroforez, ultrazvuk, dartsenval, qon aylanishi, oyoqni quvvatlash kerak. Albatta etapli shu proseslarni bajarib yotsa, maqsad ikkilamchi kelajakda bo'ladigan noqulaylikni oldini olish. Shakl kichikna, deformatsiyalar hosil bo'lgan, atrofiya, boldir oshiq bo'g'imida mana shu muskullar ozigan. Imkon darajasida bunaqa bemorlarga tushuncha berishimiz kerak. Xalqimiz orasida bunaqa bemorlar uchrab turadi. Hayot borki, bunaqa asoratlar, anomaliyalar kuzatilib boradi. Artrogripozda har xil shakllari bor. Qo'l shakli bor, oyoq shakli bor. Ko'proq bu deformatsiya bu bemorimizda oyog'ida bu holat kuzatilgan. Tanasini yuqori verniy chastda hech qanaqa muammoli holat yo'q. Asosiy shu ikki oyoqda bo'lgan problema. Xalqimizga tushuncha bergan bo'lardim. Xo'p, bunday holatlarda albatta doimiy lecheniya kultura bilan shug'ullanib, reabilitatsiya mashqlarini etapli bajarib yursak, hech qanaqa ortiqcha kelajakda yurishida, harakatida noqulayliklar bo'lish ehtimoli kamayadi. Shu narsaga e'tibor bersa yaxshi bo'lardi.